Ustoz, notiqlikni nimaga qiyoslash mumkin? Notiqlik san'atini ko'p narsaga qiyos qilish mumkin. Uzoqqa bormaylik. Mana daraxtga nazar tashlaylik. Daraxtga qiyos qilish mumkin. Daraxtni shoxlari bor, novdalari, butoqlari bor, yaprog'i bo'ladi, mevalari bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p, notiqlik demak bu daraxt deb hisoblasak, notiqlikning novdalari, butoqlari bu notiqlardir. Mevasi esa bu nutqdir. Lekin hammasiga qudrat beradigan narsa bor. Agar notiqning nutqida mantiq bo'lmasa, uning mohiyati bo'lmaydi. Daraxtning mana ildizi bu mantiqdir. Yaproq ham, meva ham, shox novdalar hammasi ildizdan kuch, quvvat oladi. Shuning uchun ham notiqning nutqida ham mantiq muhim. Mantiqsiz nutq bug'doysiz boshoq, puch yong'oq. Uni bizga kerak yo'q. Rahmat ustoz.